Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlarni kuzatib turgan aka-ukalar, mana biz navbatdagi darvozamizni Farg'ona Andijon viloyati Bo'z tumaniga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamiz razmeri eniga 340, bo'yiga 370. 320 cm dan pastini ochiladigan qilib tepasiga promo qilib berdik. Darvozamizning materialiga keladigan bo'lsak, stoykalari 8x8, qalinligi 107 stenkada, profillarimiz 6x4, 1,5lik stenkada. Listimiz sharmanka list, 1 uchligidan. Mana darvozamizning kraskasi Devo kraskalarida olib kelib, mana chiroyli qilib o'z joyiga olib kelib uстановka qilib berdik. Darvozamiz mana pastiga shvillar qo'yib berdik, o'sha mashinaga o'tkada ezilmaydigan bu akalar. Kimga darvoza kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Dostavka uстановkasi ichida zamogimiz zubur zamog. Ochilib bekilishlari ham cho'tka. Darvozamiz orqa tarafini bir ko'rsatib qo'yamiz. Kelamiz darvozamiz orqa taraf. Ochilib turgan holatlarni ham ko'rsatamiz. Kamlar darvozamizni ochilib turgan payt holati olvillarini ochilib ketib, yopilib ketmaydigan qilib cho'tkalar o'rnatib berdik. Yopib yuboring darvozani. Akalar, manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani. Qaysi qishloq bu yerga? Qishloq olib o'rnatib berdik. Darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.